Luka Modrich Real muxlislariga xayrlashuv so'zlarini yozib qoldirdi. Qadrli madridlik muxlislar, vaqt yetib keldi. Bu men hech qachon bo'lishini xohlamagan lahza, ammo futbol shunday. Hayotda har bir narsaning boshi va oxiri bo'ladi. Shanba kuni men Bernabeudagi so'nggi o'yinimni o'tkazaman. Men 2012-yilda dunyoning eng yaxshi jamoasi libosini kiyish orzusi va katta ishlar qilishga bo'lgan ishtiyoq bilan bu yerga kelgan edim. Lekin keyin nimalar bo'lishini tasavvur ham qila olmasdim. Realda o'ynash mening hayotimni futbolchi sifatida ham, inson sifatida ham o'zgartirdi. Tarixdagi eng buyuk klubning eng muvaffaqiyatli davrlaridan biriga guvoh va ishtirokchi bo'lganimdan faxrlanaman. Yuragimdan, chin ko'nglimdan klubga, ayniqsa prezident Florentino Perezga, jamoadoshlarimga, murabbiylarga va bu yillar davomida menga yordam bergan barchaga o'z minnatdorligimni bildiraman. Bu davr ichida men ajoyib lahzalarni boshdan kechirdim. Imkonsizdek tuyulgan kambeklar, finallar, bayramlar va Bernabeudagi sehrli kechalar. Biz hamma narsani yutdik va men juda xursand bo'ldim. Juda xursand. Biroq g'alabalar va sovrinlardan ham muhimi, men yuragimda barcha realchilarning muhabbatini olib ketyapman. Sizlar bilan mendagi alohida bog'liqlikni qanday izohlashni ham bilmayman. O'zimni qo'llab-quvvatlangan, hurmat qilingan va sevilgan his qildim va hali ham shunday his qilaman. Menga ko'rsatgan har bir olqish va mehrni hech qachon unutmayman. Men ketyapman, yuragim esa faxr, minnatdorlik va unutilmas xotiralar bilan to'la. Klublar o'rtasidagi jahon chempionatidan keyin maydonda bu libosni umuman kiya olmasam ham, men doim madridist bo'lib qolaman.